Do'stlar, yaxshimisizlar? Oldingi soatdagi darsimizda biz quloqning bosh qismidagi teshikni teshib ko'rgan shundaqku. Endi bu soatdagi darsimizda bo'lsa quloq yasash usuli bilan mana qo'saq qismidagi yo'siman teshikni teshishni ko'rib o'tamiz. Bo'lsa darsni taraf qilaylik. Biz quloqni teshib bo'lgandan keyin mana shakllarning bizga hech qanday rol qolmadi. Endi biz buni chiqarsak bo'ladi. Biz oldi ko'rinishga kirib turib, mana quloqning shaklini chizib chiqaylik. Bu quloqqa matrixdan kirib, matrixdan chiqmay shundaqku. Kuchi ozroq chiqdi. Shunga biz miyadan boshlaylik. Bu bir o'qi nisbatan simmetrik shakl bo'lganligi uchun biz faqat yarmini chizsak bo'ladi shundaqku. Endi biz buni takrorlaylik. Endi biz bu shaklning markazini miya azroq misli ekan, miyani o'xshataylik. Miyada mana bir chekit zarur ekan. Bir bulon asli qilish uchun 3 ta chekit bo'lishi kerak. Masalan, mana o'xshash. Mana biz texnik yaqinsak, mana bir bulon qattiq bo'lgan bir bulon asli bo'lishi taqo. Miyaga mo shunday bulondan biz ketadigan bo'lsa, biz buni nuqta qo'shaylik. Qaranglar. Mouse'ning o'ng knopkasini bosgandan keyin mana curve point. Shuni tanlab, miyani tanladik shunaqqa. Miyaga bir chekit qo'yib oldik. Endi curvesini chekilgandan keyin bu yerda insert degan knopkani bosamiz. Ya'ni mana insert knot. Shundan bilan qo'yildi. Endi bu shaklning markazini deb qo'yaylik. Markazi bu yerga shunday qo'yib, bu markazni biz bu yerga qo'yamiz. Undan bu shunday 360 gradus aylanish kerak shunday qo'yib. Bo'lsa surface'ning ichidan buni bilsizlar qo'yamiz. Bu qatim biz qaysi o'qni markaz qilamiz deganda x o'qni. Nima uchun deganda bu x o'qni mana. X o'qni asos qilgan asosda 360 gradus aylandi. Ya'ni mana. Hozir buniki segment yetishmabdi shunaqa. Segment yetishmagan bo'lsa, endi herhalde yomon emas. Shunaqa. Herhalde yomon emas. Endi bo'ldi. Biz miyalardagi chekitlarni elsak bo'ldi, ha.
Şunun bilan bununki mavi quloq deya bo'ldi. Yani bununki o'rnini belgilaylik. Yani o'rni mushti shuni ichida bo'lishi kerak. Mana biz to'rt qo'yaylik. Texam o chiroyli bo'lsin. Endi merkezini tepib olib qarasak hozir mana to'shikka xilalam qanday qolgan, kichik kelib qolgan shunaqqa, bekli kichik kelib qolibdi. Unda biz qanday qilamiz? Biz bunun tarixini jumg'a asosida mana siziqni kontrol qilish orqali buni inchik tomligini o'zgartiramiz. Ama bir lojikni tutmadım, qolganlarning hammasini tutib ketyapman shunaqa. Mana. Endi keldi. O'rnini ozroq yetkazib qo'ysak ham o'rniga keldi. Endi buningga qanaqa qilamiz? Tarixini suyitimiz, shunaqa. Endi mana siziqni rol qiladi. Bularni ham mushbetda ko'chirib bekiraylik. Ctrl D ko'paytirish shunaqa. Endi biz buni matrix etilish uchun 160 gradus aylantirsak ham bo'ldi. Yoki V'ni besib turib Abdullah olsak mı buldum? Şunlar biz bu kulaklarına koyup olursun oku. Endi biz bu kulaknınki uçunu itideyle. Yani hammasini tanlab turib extrude oku. Extrude qilgandan keyin bularni yutkazish qurolini men mana off qilib turay. Bu yerda birisi bo'lsin. Endi extrude qilgandan keyin ichiga yan birini knopkasidan G'ni bosgan vaqtda bu mashg'ulotni qaytayapti shunaqa. Endi bularni qanaqa qilamiz? Birlashtirsak ham ish bitdi. Extract.
Aslı başla bir tane yasap, to'liq yasap bo'lgandan keyin ko'paytirsak bo'ladi, shunaqa qilib. Men ayrim ko'rsatdim bularni. Albatta o'xshash. Şundan quloqni o'sha yerda tamomlasak bo'ldi. Quloqni qo'yish mishat tamomlandi. Bo'lsa, keyingi soat darsimizni ko'rishaylik, xayr xo'sh.